Qadrdon hamyurtlar, sizga butun O'zbekiston bo'yicha eng arzon va eng sifatli Namangan darvozalarni tavsiya qilamiz. Faqat metall listdan va qo'l mehnati ila ishlangan ushbu sifati beqiyos darvozalarimiz narxi 1 kvadrat metri 570 ming so'mdan boshlanadi. Siz uchun eng kutilmagan va foydalisi shuki, darvozalarni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish bepul. Buyurtma uchun ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. WhatsApp, Telegram va Imo manzillari rolik ostida bo'ladi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Bilamiz, mavzuni o'qib hayron qolishingiz tabiiy hol. Biroq bu gap Turfa olamga emas, balki o'tgan haftada jahonning qariyb barcha mamlakatlari nashrlarida bashoratchi degan sarlavhali maqolalarda surati bosilib chiqqan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Jo Baydenga tegishlidir. Birinchidan, Baydenni bashoratchi deganlar bugun uning qabuliga fol ko'rib bering deb navbatga yozilib turgan bo'lsa ajabmas. Sababi aynan Jo Bayden hech kimning tushiga ham kirmasdan oldin Rossiyani Ukrainaga hujumi to'g'risida gapirgan edi va uning o'sha bashorati juda to'g'ri chiqdi. Bunga dunyo guvoh. Oq uyning CNN agentligiga taqdim qilgan ma'lumotiga ko'ra, e'tibor bering, Ukrainaga Rossiya o'z hujumini 16 fevraldan boshqa kunga, aniqrog'i 24 fevralga aynan Jo Baydenni ularni aniq rejasini aytib qo'ygani uchun ko'chirgan. Endi Baydenning bugun aniq sanalarda 2022 yilning 25 fevral kuni ertalabki Oq uydan yozib olinib CNN orqali butun dunyoga e'lon qilingan olamshumul bashoratli bayonot haqida qisqacha to'xtalsak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenni ishonib aytishiga qaraganda, agar Ukraina Rossiya tomonidan hozirgi qo'yilayotgan tarixiy kuyga raqsga tushib bersa, shu urushdan so'ng Sovet Ittifoqi nomiga qayd qilingan davlat yangidan qayta tuziladi. Siz noto'g'ri eshitmadingiz. Sovet Ittifoqi yangidan qayta tuziladi. Baydenning gaplariga ishonadigan bo'lsak, hozirgi davom etayotgan urushdan so'ng Rossiyaning maqsadi bo'yicha barcha rejasi aniq amalga oshsa, Ukraina ikkiga bo'linadi. Buni butun dunyo bir vaqtlar Sovet Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari aralashib ikkiga bo'lib yuborgan Germaniya va Koreya davlatlari misolida juda yaxshi biladi. Negaki, xuddi shu Lenin boshliq bolsheviklar tuzgan davlat tepasiga Stalin kelgandan so'ng Ikkinchi jahon urushi nihoyasida bir butun xalq sanalgan nemislar Amerika Qo'shma Shtatlari va Sovet Ittifoqi tomonidan ikkiga bo'lib yuborildi. Undan oldin esa Koreya shaxsan Stalinning o'zi tomonidan tayyorlangan Kim Il Sen qo'li bilan ikkiga, Janubiy va Shimoliy Koreyaga bo'lindi. Bunda ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlarining ham roli bor albatta. Bu o'ta yirik siyosiy strategik o'yin sanaladi. Biroq to'g'ri tushunish kerakki, hozirgi Ukrainadagi vaziyat ham xuddi shunday ko'rinish kasb etmoqda. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Bayden oldingisiday bu safar ham bashorat qilishda yanglishmagan ko'rinadi. U har holda aniq tarixiy faktlar bilan o'z bashoratlarini isbotlab bergan. Bu voqealar soyasida Vladimir Zelenskiy 2022 yilning 25 fevral kuni nafaqat Ukraina xalqiga, balki butun jahon ommasiga qilgan o'z murojaatida quyidagi gaplarni aytgan. Bir eshitib ko'ring-a. Men Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropaning 27 ta lideridan Ukrainani NATOga qabul qilasizlarmi yoki yo'qmi deb so'radim. Ular javob berish u yoqda tursin, bu borada og'iz ochishdan ham qo'rqishdi. Shuning uchun men Moskva bilan neytral tarzda muzokara olib borishga qaror qildim. Xuddi shu Zelenskiyning mazkur qaroridan so'ng Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak Ukraina Rossiya bilan mamlakatning neytral maqomini muhokama etishga tayyorligi haqida bayonot bergan. Mikhail Podolyak so'zlariga ko'ra, Moskva Kiyevning gaplarini rasman eshitgan, biroq hali aniq javob bermagan. Agar Moskva bilan Zelenskiy o'rtasidagi muzokara belgilansa, yana bir muhim masala qoladi. U ham bo'lsa, Ukrainaning xavfsizligini va kelishilgan kafolatlar bajarilishini kim va qanday qilib kafolatlab beradi? Bu savollarga aynan hozirgi vaziyat
vaziyatning o'zida javob olish o'ta mushkul. Sababi Ukrainadagi Rossiya qo'shini poytaxt Kiyevga allaqachon yo'l olib bo'ldi. Kiyev mudofaasi bo'yicha esa shaxsan Zelenskiyning buyrug'iga ko'ra poytaxtga kirishdagi barcha ko'priklar Ukraina qurolli kuchlari tomonidan portlatilmoqda. Shuningdek, rasmiy Kiyevning CNNga ma'lum qilishicha, Ukraina havo kuchlari safiga ilgari zaxiraga o'tkazilgan tajribali uchuvchilarning barchasi qaytarilgan. Bu degani poytaxt mudofaasi boshqa hududlarga qaraganda qattiqroq bo'ladi degan gapdir. Ha aytgancha, bordi-yu Moskva Zelenskiy taklifini qabul qilib, muzokara o'tkazadigan bo'lsa, urush shu zahoti o'z poyoniga yetishi mumkin. Shunday bo'lishiga butun dunyoga qo'shilib ulkan umidlar bog'lab, roligimizga xotima yasaymiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.